Assalomu alaykum azizlar. Guruh kanal bu ukamizni kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun 2026-yil 23-iyun kuni muborak umra safariga bizga ham nasib qildi. Ulug' muboraklik umra safariga chiqayotgan Xudoning mehmonlariga xizmat qilishni bizga nasib qildi. Inshaalloh Xudo xolasa borib qo'limizdan kelganicha xizmatlarni qilib, ziyoratchilarimizni ko'nglini olib, ibodatda, itoatda, ya'ni umralarini mukammal bo'lishiga sabab bo'ladigan xizmatchilardan qilsa iloyim. Hamma borganlarga bizning shiorimiz bor. Hamma borganlarga takror, bormaganlarga tez kunda nasib qilsin. Hozirgi kunimiz azizlar, birargilar issiq deydi. Mavsum bor, ikkita mavsum. Biriga sovuq mavsum, birisi issiq mavsum. Hozir issiq mavsumda zo'r imkoniyatlar bor. Nimasi? Hijriy 1448-yil 16-iyun kuni Muharram oyi yangi hijriy yili bo'ldi. Ka'ba po'sh almashdi, yangi bo'ldi. Ham Ka'bani to'liq ushashlik imkoniyati bor, yengil. Yana ravzalarga kirishlikda ham ko'p imkoniyatlar bor. Bunda jicha issiq deyiladi, lekin qishdagisida jicha sovuqda tirbandliklar bo'ladi. Azizlar, bunda borganlarga ham, qishda borganlarga ham hammalarini Xudo iloyim hamma safarlarda xayrli qilsin. O'sha tepadagi gapimiz, siyorimiz borganlarga takror, bormaganlarga tez kunlarda nasib qilsin. Bu kunlarda ko'rolmasam, o'tib ketganlarimizni Xudo rahmatiga olsin. Hozirgi kunimizda bu umra safariga jo'natayotganlar hamma safarga chiqayotganlarni, xizmat qilayotganlarni xizmatlaridan Xudo o'zi rozi bo'lsin. Dunyoda ham, qiyomatda ham yuzlari yorug' bo'lsin. Hammalaringga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.